Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Boburbek kirib oldingiz bu konferensiyaga. Mikrofoningizni yoqib gaplashishingiz mumkin. Alo, eshityapsizmi meni? Eshityaptimi ovozim deyman? Alo. Alo. Ovozim eshitilyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Ha, eshityapti. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Aha. Nima ekranim ko'rinyaptimi? Ekran juda ko'p nimalar bo'lib ketgan. Ha, endi ko'rinyapti. Ha, prezentatsiya ko'rindimi? Ko'rindi prezentatsiya. Xo'p. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasululloh, amma ba'd. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolodan izni iroda so'ragan holda o'zidan xayrlik bo'lishlikni so'rab duo qilib bugungi birinchi tanishuv darsimizni boshlaymiz. Bu tanishuv darsimizda asosan o'zi o'sha PTO nima degani, PTO o'quv kursi nimaga kerak, nima uchun o'qiymiz, shartmi o'qish, universitetda 4 yil o'qiganimiz, magistraturada 2 yil o'qiganimiz, undan keyingi boshqa kurslarni olganimiz o'zi yetmaydimi degan savol bo'lishi mumkin. Xuddi mana o'sha savollarga javob berish maqsadida mana shu PTO o'quv kursini tashkil qilganmiz. Hozirgi paytda bu PTO yo'nalishi bo'yicha o'quv kursi O'zbekistonda yagona. Ko'pchiliklar harakat qilib ko'rishgan bu narsaga, boshqa qilishgan, lekin oxiriga yetkaza olmasdan ora yo'lda qolib ketgan. Shuning uchun shogirdlar ko'p ilm beruvchi tashkilotlar, kurslar, qolaversa o'sha kompetensiyani rivojlantirish instituti rahbariyati rektoridan boshlab hamma o'qituvchilariga, professor o'qituvchilarigacha shu narsani iltimos qilgani bilan sababli bu kursni tashkil qilganmiz. Bu kursda asosiy darslarni men olib boraman. Meni bitta kamchilik tomonim bor. Men o'qituvchi emasman. Umrimda biron marta bitta maktabda yoki universitetda yoki boshqa institutda borib 1 soat dars o'tgan emasman. O'shaning uchun menda o'quv programmasi, konspekt, qo'llanmalar, shunaqa o'xshagan narsalar yo'q. Lekin men Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan 40 yil mobaynida qurilishda ishlaganman, qurilish sohasida faoliyat ko'rsatganman. Qurilishda faoliyatimni oddiy 4-razrad elektrosvarshik yo'nalishidan boshlaganman. 4-razrad mana Trudoyimda 4-razrad elektrosvarshik, 4-razrad elektrik, qurilish masteri, прораб, начальник участка, injener PTO, начальник PTO, главный injener va qurilish tashkilotini birinchi
rahbari degan yozuvlar bor. Qurilish sohasida o'sha 40 yil mobaynida to'plagan bilimlarimni qo'lim bilan ushlab ko'rgan, ko'zim bilan ko'rgan, bevosita guvoh bo'lgan narsalarimnigina bu darslarimda o'quvchilarga, talabgorlarga yetkazaman. Inshaalloh, Alloh taolaning izni va irodasi bilan. Shuning uchun meni bu kursda aytadigan, o'rgatadigan, ko'rsatadigan narsalarim universitetda o'qitilmaydi, institutlarda o'qitilmaydi, malaka oshirish markazlarida, o'quv kurslarida hech qaysisida yo'q narsalarni men talabgorlarga, tinglovchilarga o'rgatib o'taman. Xo'p, PTO degan so'zni ma'nosini boshlaymiz. PTO degani nima degan? Ko'pincha savol bo'ladi. PTO kim? Smetchik kim? Prorab kim? PTO degani ruscha so'z birikmasidan olingan производственно-технический отдел deyiladi. Ya'ni ishlab chiqarish bo'limi deb turib o'zbekchaga to'g'ridan to'g'riga tarjima qilsak bo'ladi. Bu qurilishdagi hamma ishlab chiqarishga yo'naltirilgan hamma vazifalarni o'z ichiga oladi. O'sha qurilish tashkilotidagi ma'lum bir ishchi texnik xodimlarni, injener texnik xodimlarni tanlab suhbat asosida, konkurs asosida tanlashda ishtirok etishdan boshlab eng oxirgi nuqtalarigacha hammasiga PTO boshchilik qiladi. PTO tanlab oladi degan paytda qurilishda ekonomist kerak bo'ladi. Ekonomist bo'lmasa qurilish parakandaga o'xshaydi, bankrotga o'xshaydi qurilish tashkiloti. Ekonomist bo'lish kerak bo'ladi. Qurilishda mehnatga haq to'lash bo'limi bo'lishi shart. Agar mehnatga haq to'lash bo'limi bo'lmaydigan bo'lsa, ishchilarning noroziligi bo'ladi. Ishchilar norozi bo'lgandan keyin ishni tashlab ketib qoladilar. U tashkilot qurilish qura olmaydi. Snabjenis deydi o'rischasida, o'zbekchaga tarjima qilganda ta'minot bo'limi. Bu ta'minot bo'limi bo'lishligi shart. Agar ta'minot bo'limi bo'lmaydigan bo'lsa, bu qurilish materiallari vaqtida yetib kelmaydi. Uzr so'rayman.
Alo. Alo, Boburbek. Eshitaman. Ha, özür dilerim, telefonum qoldi.
Xo'p, nima bo'yicha o'sha tashkilot nimalar, bo'limlar hammasi PTOga bo'ysunadi. O'sha Snabjeniz ham PTOga bo'ysunadi, ekonomist ham, отдел trud zarfalata deydi, mehnatga haq to'lash bo'limi. Ularni hammasi PTOga bo'ysunadi, PTO boshqaradi bu bo'limlarni. Shuning uchun ham PTO bu tashkilotni, qurilish tashkilotini yuragi deb aytamiz. Hamma ishni o'sha nimadan boshlanadi? Loyiha ishlanish birinchi buyurtmachi bilan shartnoma tuzishdan boshlanadi. Shartnoma tuzishdan oldin tender bo'ladi. O'sha tenderdan oldin tijorat taklifi bo'ladi. O'sha tijorat taklifini tuzishdan boshlanadi. O'sha shaffof tizimga buyurtmachi o'zini nimalarni, dandilarini qo'yadi. O'sha joyda loyiha hujjatlari ham tijorat taklifi, smetani, baholanmagan smetani qo'yib qo'yadi. O'sha baholanmagan smetani olib bir chetdan faqat o'ziningina baholarini qo'yib chiqib, ana shu summaga to'g'rilab qilish bu offerta deb aytiladi. Bu PTOni vazifasi. Eng birinchi PTOni ishi shu yerdan boshlanadi. Agar kerak bo'lmagan narsaga ortiqcha baho qo'yib borib, kerakli narsani bahosini kamaytirib qo'yib, kerakmaydigan ishlarni chiqarib ko'paytirib borib, kerakli ishlarni kamaytirib tashlaydigan bo'lsa, idorani, tashkilotni ubitga ketishi mana shu yerdan boshlanadi. Yaqinda bitta obyektni oilaviy poliklinikalarni bir rayonda 8 ta oilaviy poliklinika bor ekan, remont qilingan, hammasiga quyosh batareya bergan. O'sha vallomat PTO bir dona quyosh batareya bir komplektini 400 ming so'mdan bahosini kirgizibdi. Ataylab qilingan. 10 kilovatlik 5 kilovatlik 5 kilovatlik quyosh batareyaga yo'q 10 kilovatlik quyosh batareyaga 400 ming so'mdan baho qo'yib qo'ygan. Bu menimcha dunyoning hech joyida ham bunaqa baho yo'q bo'lsa kerak. Nima qilyapti? O'sha nimada obyekt bitgan, tamom bo'lgan, keyin slishительный ведомость qilgan. Shu PTOni o'zi slishительный ведомость qilgan qaytadan. O'sha 400 ming so'm qo'yib turib yutib olgan obyektida o'sha quyosh batareyani 42 ming so'mdan qo'yayapti. 10 barobar. 42 milliondan. O'rtadagi farqni qarab ko'ring. Men kontrolni berga borganman o'sha joyga. Men nima qilishim mumkin? Tasavvur qila olasizmi o'sha yerda? O'sha 41 million so'm kamomat yozamanmi? O'sha 41 million so'm evaziga o'sha jinoiy ish ochiladimi bu yerda? Ish sudga o'tadimi? Mana PTOni savodsiz PTOni qiladigan ishi mana shunaqa bo'ladi. Bu ataylab qilinganmi yoki bilimsizligidanmi? Bilimsizligidan ataylab qilingan. Ikkala savolingiz ham bor bu yerda. Ataylab qilingan. Ataylab qilganning maqsadi bahoni kamaytirish kerak. Tenderda o'sha boshlang'ich bahodan kamaytirsa yutib olish shansi ko'payadi, to'g'rimi? Tender haqida ozroq tushunchagingiz bor baribir. To'g'ri emasmi? Ozroq bor. O'sha tenderda eng birinchi navbatda baho turadi, to'g'rimi? Kim kamroq baho bilan kirsa tenderga o'shani yutib olish imkoniyati, shansi ko'payadi, to'g'rimi? O'sha bahoni pasaytirish niyatida shunday qilgan, lekin bu o'sha ahmoqlik darajasi shu darajada yuqoriki, u 42 million so'mlik narsani 400 ming so'mga yozgan. Shu asli bo'yicha yozaverish kerak, lekin qo'yaverish kerak, ha? Ha, ana xolos. Xudo xolasa bu PTO darslarim bitta bu narsa uchun alohida bitta darsimiz bo'ladi. O'sha darsni o'zida
bu narsani yaxshilab tushuntirib o'tishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Yaxshi. Keyin nima bo'ladi? Keyin qurilishda ba'zi bir bajarilmaydigan ishlar bo'ladi. Umuman bajarilmaydi bu ishlar. Lekin baho bor, pul kirgizilgan o'sha joyga. O'sha injener shu narsani qurilishni yaxshi bilishi kerak. O'sha ishni bajarilmagan ishni o'rniga kirgizilgan pulni ekonom qilib, o'rniga boshqa ishni bajarib o'tib ketish kerak. Misol uchun, devorni shpakulyovka qilishni ko'rganmisiz? Ha, o'zim ham qilganman. O'zingiz ham qilgansiz. O'sha shpakulyovkaning qalinligi qancha bo'ladi, bilasizmi? Men standartini bilmayman. Har yerda. Yo'q, standart emas. Sizni qilganingizni aytyapman sizga. 1 millimetr, 2 millimetr bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa 5 millimetrgacha bor. Endi qandaydir bir juda ham yomon devor bo'lsa, 5 millimetr bo'lmasa, 5 millimetr odatda bo'lmaydi. Shunday. Ko'pincha 1-2 millimetr bo'ladi. Lekin standart bo'yicha 10 millimetr beriladi normada. 10 millimetr beriladi. Endi o'sha nimani o'shandan kelib chiqqan holda uni bahoni o'ynatinglar degan ma'noda 10 millimetr beriladi. Uni aqlli puto nima qiladi? O'sha 10 millimetrni 7-8 millimetrni kesib tashiydi-yu, 2-3 millimetrni qoldiradi. Nimaga? Nimaga shunaqa qiladi, bilasizmi? Ertaga menga o'xshagan qo'li belida kuchi yo'q, qo'lida quvvati yo'q, lekin og'zi, tili butun, yoshi ham o'tib qolgan menga o'xshagan ezbalangan bitta chol keladi kontrolni olib berga. Eshitganmisiz bu narsani? Aha. O'sha kontrolni olib berga keladigan insonni qo'lida o'sha shpakulyovkani qalinligini, kraskani qalinligini, shtukaturkani qalinligini o'lchaydigan asboblari bo'ladi. O'sha keladida qani bu yerda 10 millimetr emas. Sen 2 millimetr shpakulyovka qilibsan. Qolgan 8 millimetr shpakulyovkani pulini kesaman men deydi. O'sha paytda nima bo'ladi? Bu yerda mana shu yerda jinoiy ish ochiladi. Aqlli puto bo'ladigan bo'lsa, u o'sha esini yegan chol kelishidan oldin bu narsani to'g'rilab qo'yadi o'zi hujjatda. Xuddi shunaqa boshqa ham juda ham ko'p nimalari bor, ko'p ishlari bor, ko'p narsalar bor. Shularni hammasini qiladigan, bajaradigan ishlar bu narsa puto bo'ladi. O'sha opyortani qilgandan keyin o'sha opyorta, ya'ni tijorat taklifi, o'sha tijorat taklifiga asosan shartnoma qilinadi. Shartnoma qilingan paytda o'sha putoni taklif qilib ishlab bergan opyortasiga tijorat taklifiga asosan shartnoma qilinadi. Misol uchun shartnomasi 1 milliard so'mlik nima bo'ldi? Obyekt. Tenderni boshlang'ich bahosi 1 milliard so'm. O'sha misol uchun 5% kamaytiradigan bo'lsak, 955 million bo'ladimi? Yo'q, 950 millionga shartnoma qilinadi. 50 million qaytariladi, pasaytiriladi baho. Endi taxminan aytyapman. O'sha paytda 50 million degan ham bunga qaraganda oz pul emas, to'g'rimi? Eng kichik bazaviy oylikni 30 barobaridan oshadigan bo'lsa jinoiy ish qo'zg'atiladi. Bu bazaviy miqdor 412 million so'm, 412 ming so'mmi?
o'sha 412 ming so'mni 10 barobari 4 million 120 bo'ladi, 30 barobari 12 million 360 ming so'm bo'ladi. 12 million 361 ming so'm o'sha joydan kamomad chiqadigan bo'lsa, bu obyektga jinoiy javobgarlik qo'zg'aladi. Jinoiy ish qo'zg'atiladi. Agar 12 million 11 million ish qilib kam bo'ladigan bo'lsa, 12 million 360 emas, 12 million 350 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bunga ma'muriy javobgarlik qo'zg'atiladi. Ikkala holda ham sud bo'ladi. Ikkala holatda ham sud bo'ladi. O'sha kam summa bo'ladigan bo'lsa, ma'muriy jazo qo'llaydi. O'sha kamomatni turiga qarab, miqdoriga qarab 1, 2, 3 minimal, 5 minimal miqdorda ma'muriy jazo qo'llanadi. Ma'muriy nima qo'llanadi? Jarima qo'llaniladi. Agar 12 million 361 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, buni ham qayerdan qanaqa jazo olindi, qanaqa ish turidan xato qilindi, qanday guruhiy narushinami yoki shunchaki arifmetik xato bo'lib ketganmi, sud bularni hammasini aniqlaydi. Bu yerda ham 1 yilgacha axloq tuzatish ishi oylik maoshidan 20% chegirib qolish sharti bilan axloq tuzatish ishi bilan boshlanib 5 yilgacha qamoq jazosiga tortilishigacha boradi bu narsa. O'sha bitta ahmoq putuni landovurligi, bilimsizligi sabablama mana shu quruvchi javobgar bo'lib ketadi. Mana putuni mas'uliyati qayerda? Juda muhim, juda qaltis ish ekanmi demak. Juda muhim, juda bir shuning uchun ham puto, injener puto qancha oylik oladi deb o'ylaysiz? Oyligini bilmayman. To'g'risi bilmayman. Oyligi o'sha putoga ko'pincha o'sha befaqim o'sha putoni ma'nosini bilmaydigan quruvchilar 2 million, 3 million, 5 milliongacha oylik berishadi. Mana bu meni kursimni bitkazib tugatib borgan injener puto qo'rqmasdan 10 ming dollardan kam bo'ladigan bo'lsa ishlamayman deydi. Men hozir kecha Toshkentdan keldim. Kechagida o'sha Toshkentda paytimda bitta quruvchi bor ekan, men izlab topdi. 115 dona ko'p qavatli dom qurayotgan ekan. O'sha meni bunda puto bo'lib ishlang dedi. 3000 dollar oylik beraman dedi. Men o'sha 3000 dollar oylikka rozi bo'lmasdan keldim. Shogirdlarni jo'nataman demaysizmi? Endi u narsani tortadigan shogirdim ham yo'q-da hozirgi vaqtda. Bo'sh. Lekin meni shogirdlarim hozir Toshkent shahrida 4000, 5000 dollar oylik olishyapti. Bir nechtasi Dubayda ishlashyapti, Afg'onistonda ishlashyapti, Pokistonda ishlashyapti. O'sha mana shu kurslarimni tugatgan shogirdlarim shunaqa ishlayapti. Respublikaning hamma joyida bor. Vodiyda bor, Samarqandda juda ham ko'p shogirdlarim bor. Buxoroda, Navoiyda, Qashqadaryoda ko'p shogirdlarim bor. Surxondaryodan bor. Aytyapman, shu meni respublikaning hamma joyida Xudoga shukr shogirdlarim bor. Ko'proq mashinada yurishni yaxshi ko'raman. Mashinaga chiqaman, pastda aylanib yuraman. Keyingi paytlarda 1-2 yil bo'ldi. Yonimga oldimga kampirni mindirib olishni odat qilganman. O'sha kampirga aytaman, ko'ryapsanmi kampir? Xudo xolasa respublikaning hech bir joyida men ochiq yoki ko'chada qolmayman. Ko'radi, o'sha borgan joyimda qayerda bo'ladigan bo'lsam, shogirdlar kutib olib, o'zlari joy, yeydigan, ichadigan boshqa hamma narsalarni tashkil qilib beradilar.
yota turar joylarimni boshqasini. Shunda aytaman-da, Xudoga shukr, men ko'chada qolmayman, qornim och qolmaydi respublikada xohlagan joyda yursam-da. Hazil qilib qo'yaman-da. Shunaqa qilib. O'shaning uchun puto mutaxassis juda ham jiddiy nima bo'lishi kerak. Men ekranim ko'rinyapti. Ekranim ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Mana bu yerda mana yozib qo'yibman. Qurilishda tashkilotchi va nazoratchi. Qurilishni tashkil qiladigan ham o'sha puto bo'ladi. Uni nazorat qiladigan ham o'sha puto bo'ladi. Asosiy vazifalar, asosiy hujjatlar bilan ishlaydi. Hisob kitobni qiladi, nazoratni olib boradi. Zakotchi bilan, podryadchi bilan alohida ishlaydi. Mana shu yozuvga e'tibor berishingizni istar edim. Mana yozib qo'yibman. Puto yaxshi bo'lgan bo'lsa, obyekt tinch bo'ladi. Hech qanday xavf-xatar bo'lmaydi, ertaga hech qanday gap so'z chiqmaydi. Agar puto savodsiz puto bo'ladigan bo'lsa, u obyekt oxiri juda ham qiyin bo'lib ketadi. Puto nima ishlarni qiladi? Topiyer qiladi. Postlarni tashkil qiladi, ishlarni. Jurnallarni yurgizilish jarayonlarini qaraydi, tekshiradi. Forma 2, Forma 3, yashirin ishlar dalolatnomalari, ijro texnik hujjatlar, исполнительный sxemalar, bularni hammasini puto nazorat qiladi. Xo'p, puto hujjatlarida asosan nimalarga e'tibor berish kerak bo'ladi? Hajmlarni chiqarish. Ish hajmlarini fizik hajm deb aytamiz, o'sha ob'yom, fiz ob'yom deb aytiladi o'rtachasida. Bu hisob kitoblar, bularni hammasi putoni nazoratida bo'lishi kerak. Aktlarni, dalolatnomalarni tuzish. Juda ham ko'p dalolatnoma tuziladi qurilish borishidan oxirigacha. Bu eng birinchisi o'sha loyihani naturaga ko'chirish deydi. Akt razvedka deydi. O'shandan boshlanadi dalolatnoma. U davlat qabul komissiyasiga topshirish dalolatnomagacha bir jahon, bir shkaf, ikki shkaf bo'lib ketadi obyektning katta kichikligiga qarab. O'sha nimalar, dalolatnomalar. Bizni kursimizning asosiy vazifasi kursning yakuniga borib, o'sha puto ishini mustaqil o'zingiz yakunlab, o'shani yakunlagandan keyin qo'rqmasdan boshingizni tik turib xohlagan qurilish tashkilotiga borib, men ishga keldim, men injener putoman. Boshlanishga $1000 bersang, sening qo'lingda ishlayman deb turib ayta oladigan darajaga chiqarish, olib chiqish. Meni maqsadim. Xudo xolasa. Undan keyingisi o'sha o'zingizni ko'rsatish jarayonida ishlarni bajarishingiz, vaqtida buni bajarishingiz reytingingizni oshib borishga xizmat qiladi. Misol uchun bitta nimani hujjatni sizga bersa, oddiy putolar, hozirgi zamonda yurib turgan putolar 2 kunda, 3 kunda qiladigan ishlarini men sizga 2 soatda, 3 soatda qilishni yo'llarini, bajarishni yo'llarini ko'rsataman. Buni nima degan ma'no beradi? O'sha 2 kunda, 3 kunda qildirib, qo'liga 200.000 so'm, 300.000 so'm, 500.000 so'm, 1 million so'm oylik berayotgan quruvchi, siz 2 soatda qilib beradigan bo'lsangiz, sizni qo'lingizga $100 berib turib kuzatadimi sizni? O'z-o'zidan sizni oyligingizni oshishi, reytingingizni oshishi mana shu yerdan hosil bo'ladi. Puto haqiqiy malakali, aqlli, savodli, ilmli putoga bozorda talab juda ham yuqori qurilish bozorida. O'ta defitsit yaxshi puto. Agar yaxshi puto bo'ladigan bo'lsangiz, siz hech qachon ish izlamaysiz. Mana men 70imga yaqinlashib qoldim. Hali ham meni izimda aytaman, ana kechagigina eng yangi
ma'lumotni aytdim sizga. Hmm. O'sha Toshkent shahrida $3000 beraman, qoling shu yerda, menda putur bo'lib qoling deyishyapti. Men yo'q, kerak emas bunga deb, undan qaytib kelyapman. Bu shunaqa darajaga yetasiz, xudo xolasa, siz hech ham ish izlamaysiz. Agar o'sha men bergan ilmni olib 1 yil, 2 yil ishlasangiz, o'sha yana tajribangiz oshadi. 5 yil, 10 yil ishlagandan keyin siz umuman hech qayerga bormaysiz. O'tirgan joyingizda o'zlari kelishadi sizga. Mana Bobur aka, mana bu ishimni qilib bering. Iltimos, mana buncha haq beraman, mana bu ishimni qilib bering. Xitoy qayerlarda ishlashi mumkin? Qurilish tashkilotlarida, pudratchi tashkilotlarida ishlaydi. Bu juda ham kerak. Zakazchik, buyurtmachi tashkilotida ishlaydi. Buyurtmachi tashkilotlarda bu juda ham kerak. Texnadzor bo'lib ishlashi mumkin. Bu ham juda mas'uliyatli. 100% kafolat bera olamanki, to'ni bilgan odam hech qachon ishsiz qolmaydi. Hattoki menga o'xshab keksayib qolgan paytingizda ham ish topiladi sizga. To'ni o'rganishga sarf qilgan pulingiz, mablag'ingiz eng foydali investitsiya deb hisoblayman. Biror joyga investitsiya kiritadilar, to'g'rimi? Misol uchun ko'plari mana kafelarga investitsiya kiritadi. 100 millionlab investitsiya kiritadilar. O'sha 100 millionga qanaqadir oyiga 5 million, 10 million daromad olish uchun. To'g'rimi? Endi o'sha to'yga agar shunaqa 100 million emas, 10 million investitsiya kiritsak, 10 million kirgan investitsiyangizga siz 1 oydan keyin, 2 oydan keyin 10 million daromad olib boshlaysiz. Eng bir oddiy. Shuning uchun ham puto kurslari ko'p. Ba'zi guruhlarda qarab o'tirsangiz, bitta shogirdimiz chiqyapti. Mana sizga uni e'lonini ko'rsataman. Hozir sizga. Kompyuterim. Mana bu yerda nima bor? Shu stроительство degan bitta shogirdimizda gruppasi bor. Bu yigit, G'ayratbek degan yigit hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining eng kuchli putosi deb hisoblayman. Eng kuchli putosi. Anasi dersim buzilyapti. Sizdan uzr so'rayman, nevara kelib qoldi. Xalaq qilyapti. Xo'p, nimani ko'rsatmoqchi edim? O'sha eng kuchli nima? Eng yaxshi shogirdlarimizning ichidan chiqqan eng yaxshi shogirdim deb hisoblayman. Hozir O'zbekiston Respublikasidagi eng kuchli puto kompetensiyani rivojlantirish institutida dars ham beradi. Yangi Toshkentda hamma nimasi massivida hamma ishlar uni qo'lidan o'tyapti. O'sha nimani ochib qo'ygan gruppasi, mana shu yerda puto degan podrazdeleniyasi bor. O'sha gruppani. Mana o'sha puto podrazdeleniyasi. Nima? Kirib turaman shu yerga deyman. Bormiz bu yerda. Mana o'sha puto gruppada mana shu insonni nimasi bor. Mana
e'lon berib qo'yibdi. Bu darslariga taklif etamiz. Darslar onlayn uslubda bo'ladi. Telegram guruhda haftasiga 3 kun, 3 oylik kurs. Ders vaqti 20:00 da. Oylik to'lov 1 oyga 200 ming so'm. Mana telefon nomerini ham qo'yib qo'yibdi. Bemalol mana shu telefonga telefon qilib so'rashingiz mumkin. Bu mening eng yomon shogirdim. O'sha 6 oy meni kursimga qatnashgan. 6 oyda ham 6 ta narsa o'rgana olmasdan ketgan yigit bu. Oxiri o'zi hech joyda puto qilib hech joyda ishga olmadilar buni. Puto qilib putoda ishlab nonini topa olmadi. Endi mana shu yo'lga o'tib mana Telegramda mana shunaqa e'lon beryapti. 200 ming so'm 1 oyiga deb e'lon beryapti. Bunaqa kurslar ham bor demoqchiman. Lekin men o'zimni 40 yillik tajribamni bunaqa arzon narsaga almashtira olmayman. Shunday. Mana shunaqa kurslarga aldanib qolmang. Oldin ko'ring. Mana shu yigit bilan mana telefon nomeri bor, tagida telefonni qilib gaplashib ko'ring. Agar qiynalmasangiz mana bir yomon fikrga yo'ymaydigan bo'lsangiz, natijasini menga aytsangiz xursand bo'laman. Xo'p. Endi soat 14-15 minut o'tyapti. Yana 15 minutcha vaqtimiz bo'ladi, keyin iftorlik bo'ladi. O'sha iftorlikgacha savol javob qilishimiz mumkin. Xo'p, savollaringiz bo'ladigan bo'lsa bersangiz. Tushunmay qolgan joyingiz boshqasi bo'lsa. Mana bugun xudo xolasa kirish darsini boshladik. Keyin siz bilan ma'lum bir vaqtni belgilab olib asosiy darslarimizga ham o'tamiz. Bundan oldin siz o'sha kursning to'lovini qilib olishingiz kerak bo'ladi. O'shandan keyin asosiy darsga o'tamiz. Eng samarali darsimiz balkim hozir ham bo'lib qoladi. Lekin baribir Ramazondan keyin darslarimiz samaraliroq bo'lib ketsa kerak deb o'zimcha shunaqa o'ylayapman. Endi balkim o'sha soat 12:00 keyin saharlikdan oldin dars qiladigan bo'lsak, bu paytda ham yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin baribir ham Ramazondan keyin yaxshiroq xohlagan paytda kunduzini yoki boshqa o'zimizga mos paytda, sizga mos, menga mos paytlarda darsni o'tkazadigan bo'lsak, samaraliroq bo'lib ketsa kerak inshaalloh. Xo'p, savollaringizni eshitaman. Savollar hozircha menimcha savolim yo'q hozircha. Tak. Ko'proq siz bilan savol emas, nima qilsam, ko'proq amaliyot ko'proq ishda birga. Yo'q, bu Boburbek bunaqa bo'ladi. Men darsni boshida aytganman sizga. Men o'qituvchi emasman. Meni programmam yo'q. Meni boshqa narsam yo'q. Men shuning uchun ham ko'proq nima qilaman, shogirdlarga uyga vazifa qilib beraman u. O'sha uyga vazifa qilib bergan paytimda juda bo'lmaganda 5 ta savol tayyorlab kelinglar deb nima qilaman. Bizlar o'zaro suhbat nimasida bo'ladi bizning darslarimiz. Suhbat tarzida bo'ladi. Men o'sha bu joyda bunaqa, bu joyda konkret narsalar unaqa bo'lmaydi. Xuddi ikki do'st ustoz shogird o'tirib suhbat qilgan maromda ketadi bizning darslarimiz. O'sha sizni o'sha tushunmagan savol javoblaringiz asosida bo'ladigan bo'lsa, juda ham qiziqarli, samarali bo'lib o'tadi bizning darslarimiz. Agar biron joyda ishlaganingizda o'sha ish joyingizdagi muammolaringizni ko'tarib kelsangiz, undan ham yaxshiroq bo'lardi. Ko'pincha men shogird olgan paytda biror joyda ishlaydigan, oylik oladigan
ish o'rni ma'lum, shunaqa shogirdlarni olishga harakat qilaman. Bo'lsa ham qurilishdan ozroq xabardor bo'lgan, qurilish bilan ishlagan, qurilishni changini juda bo'lmaganda 1 yil, 2 yil tatigan insonlarni shogirdlikka olishga harakat qilaman. O'sha mana boyagi ko'rsatgan yigitim hali universitetni endi bitkazgan. Uni fikrida birgina xayol aylanib yuribdi, miyasida shamol. U aytayapti, menga ham bir qancha marta aytgan, tanish bilish bo'lmasa ishga olishmayapti dedi. Men u fikrga 100% qarshiman. Endi qurilishda hech qachon tanish bilish bilan ishga olishmaydi. Nimaga degan savol bo'ladi. Men ko'p ko'rganman. Bitta nimani obyektni bolalar bog'chasi edi. Bog'chani obyektini nazorat o'lchoviga borganman. U paytda puto bo'lib borganman. O'sha krudan yoki prokuratura tomonidan emas. O'zi pudratchini, quruvchini o'zi yollagan. Mana shu hujjatni faktga to'g'rilab, ertaga quruv kelsa, prokuror kelsa, uni oldida to'g'ri javob berishimga taxlab bering. Mana obyektimda borganman, nimasini o'sha bog'chani hamma joyini o'lchaganman. Hamma narsasini o'lchab qo'yganman. Bitta shifrni tagiga qolgan. Shifrga chiqishga o'sha nima narvon deydimi? Zina deydimi? O'sha gapni qisqasi o'sha shifrga chiqishga imkoni bo'lmagan. Shunaqa qilib bayram bo'lib turgan paytimda o'sha quruvchini o'zi kelib qolgan. Fazil aka, qana nima bo'ldi? Bo'ldi, men hammasini bo'ldim, faqat o'sha shifr qoldi deb javob berganman. Unda o'sha quruvchi aytgan, shifrni o'lchab o'tirmang, shart emas. Meni o'zimni tuqqan tog'am o'z qo'liga pul berganman, o'zi bozorga borgan, o'zi material olgan, o'zi olib kelgan, shifrni o'zi qilgan. Uni daftarida hamma narsa yozilib turibdi. Men unga 100% ishonaman degan. Xo'p, mayli, bo'ldi, siz gapingiz gap, o'zingiz bilasiz deganmiz, tarqalishganmiz. Lekin baribir menga u narsa ko'nglimga hech qachon o'rnalgan emas. Bundan bir 5-6 yil burungi gapni aytyapman sizga. Nima kuni, yakshanba kuni dam olish kuni o'g'limdan iltimos qilganman, o'g'lim yurib borib o'sha nimani ko'rib kelaylik deb. O'g'lim bilan birga borganmiz, shifrga tagiga chiqib, o'lchab, hammasini taxlab, normalniy qilib kelganmiz. Keyin oradan bir 10 kun, 15 kun o'tgandan keyin endi hisob-kitob davri keladi-ku. Qilgan ishlarimni hisob-kitobini baraman deb o'sha bog'chaga borganman. O'sha quruvchi bilan, quruvchi tashkiloti rahbari bilan o'tirib, hisob-kitob qilib o'tirgan paytimizda o'sha tog'asi kelib qolgan. O'sha quruvchi sakrab turib, "Tog'a, keling, Fozil aka so'rayotgan edi sizni." Deb chaqirib qoldi. Kelib o'tirdi. O'sha nima aytdi quruvchi, "Tog'a" dedi, "Mana bu shifrni Fozil akam o'lchay olmagan ekan. O'sha shifrni ketgan materiallarni hisob-kitobini so'rayapti" dedi. "Bo'ldi" dedi, "Menda daftarda yozilib turibdi" dedi. Sharplatib turib, nimani stolning ustiga tortib urdi daftarni. Bitta qalin daftari bor ekan. Shaloplatib tashladi o'sha daftarni. Nima aytdi? Daftarga qo'limni ham uzatgan, pinagimni ham buzmadim. Umuman e'tibor ham bergan emas. Bitta savol berdim. Xo'p, qancha nima strapila pila material ketgan ekan desa, mana daftarda yozib qo'yibman deb daftarni ochib ko'rsatdi. 12,5 kub pila material ketgan. Yozib qo'yibman mana. Dedim, bo'ldi, indamadi. Asta daftar, men o'zim hisob-kitoblarni olib, asta quruvchini oldiga qo'ydim. Menda 8,3 kub chiqyapti. Jim bo'lib qoldi. Uchalamiz o'tiribmiz. Tog'a ham indamaydi. Quruvchi ham indamaydi. Men umuman indamayman. 5 minut, 6 minutlardan keyin tog'a o'rnidan turdi, ketib qoldi. Quruvchi ham hech gap aytmadi, o'tirdi. Fazil aka, bo'ldi, sizga ishonaman. O'zingiz taxlab bering hammasini dedi. Shu bilan achchiqlanib taxladik bo'ldi. Mana bu tog'a jiyanni o'rtasidagi gapni aytyapman sizga. Qurilishda tanish-bilishchilik o'tmaydi degan gapning ma'nosi mana shu. Aqli bor, o'ziga ishonadigan quruvchi tanish-bilish bilan ishga olmaydi.
faqat o'zi tekshirib ko'rib haqiqiy mutaxassisni ishga oladi. Xuddi qurilishga tanish bilish bilan ishga kiriladi degan gap ahmoqlarni gap. Ahmoqona gap, ahmoqlarni gap. Yana qanaqa savol yo'q dedingiz. Sizdan iltimos o'sha savollarga harakat qiling. Asosan keyingi darsimizda siz bilan qaysi mavzuda gaplashamiz, qaysi o'zingizni qiziqishingiz nimalarga ko'proq qiziqasiz, ana shu narsalarni bitta spiska qilib olib kelasiz. Keyin sizdan yana bitta iltimos, bitta daftar oling. Qalinggina yaxshi daftar, yaxshi yozadigan ruchka, qalam oling. O'sha men mana bu yerda gapirgan gaplarni endi videosi ham yozib beraman, zapisini ham tashlayman sizga bo'ladi-yu, lekin ba'zi bir frazalar bor. O'shani daftarga yozdirib o'taman. Tushunarli. O'sha narsani daftarga yozib borasiz. Keyin o'zingizni savollaringizni o'sha ko'chada yurasiz, boshqa joyda yurasiz, o'sha savollaringizni hammasini yozib boring. Darsga kelgan paytda mendan so'rash uchun. Nimaga yozib borish kerak? Meni o'zim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlaridan ta'lim olganman diniy temada. 100% o'tirib, uyiga borib, o'tirib ta'lim olganman u kishidan. Birinchi marta borganimda o'sha savolim juda ham ko'p. Borib oldida u kishini endi siz ko'rganmisiz, bilasizmi, bilmaysizmi, o'ta salovati ulug' inson edi u kishi. O'sha kishi o'tirgan paytda hamma savollarim esimdan chiqib ketdi. Birorta ham savol qolmagan so'raydigan. Keyin o'shanda aytgan, Fazlijon, inim, o'sha savollaringizni yozib keling bundan keyin. Bundan keyin kelganingizda bitta qog'ozga oling, yozib keling. O'sha qog'ozdan o'qib berasiz. Men savollaringizga javob beraman degan. Bu aytayotganim sababi qanaqa odam bo'lishidan qat'iy nazar o'sha kerakli paytda o'sha kerakli gapingizni topa olmay qolasiz. O'shaning uchun bu narsalarni yozib boring. Men bu narsani tekshiraman, kontrol qilaman. Shuning uchun shunchaki gap aytib o'tib ketdi deb hisoblayman. Xo'p, bo'lmasa bugun shu bilan bugungi darsimizni tugatamiz. Keyingi darsda ham mana shu bugungiga o'xshatib turib maslahat qilib, shunaqa qilib olamiz. Nimaga deganda o'sha endi Ramazon tugaguncha bugun nechanchi chislo? 5-marta. Yana 15 kunimiz qolibdimi shunda? 20-da hayitmi? 20-da hayit. Shunda yana 15 kun qolibdi. 15 kun ish qilib amallab turamiz. Bizi darsimiz yana qaytarib aytaman, boshda ham aytdimmi, aytmadimmi esimda yo'q. Aytilishida 2 oy deb aytamiz. Kursimiz davomiyligi 2 oy deb aytamiz. Lekin men hali shu paytgacha 2 oy dars o'tib ko'rganim yo'q. Ba'zi bir shogirdlarimiz bor 2 yil, 3 yil bo'ldi, hali ham dars o'tamiz. Bu demoqchimanki, o'sha sizni qobiliyatingizga, sizni zehningizga, sizni qiziqishlaringizga, intilishlaringizga hammasiga qaraymiz. 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy, yillab ham balkim davom qilaverishi mumkin. Lekin o'sha to'lovingiz bir marta to'laysiz. Bu to'lovingizni ham o'zingizga qaytib beraman. Qanaqa qilib qaytib beraman? Birinchidan, kompyuteringiz bor-a? Kompyuter olmadingiz. Oldingizmi? Necha so'mga oldingiz? 5 million 300 ga tushdi. 5 million 300 ga tushdi, ha? Sizdan bitta iltimosim bor. O'sha agar o'zingiz ko'rib bilsangiz, kompyuterning parametrlarini o'zingiz ko'rib tashlang. Bo'lmasa, o'sha kompyuteringizni sotgan odamdanmi, olib bergan odamdanmi, o'sha kompyuteringizni parametrlarini to'liq menga tashlang, xo'pmi? O'sha nimani men sizga ABS smeta ishlaydigan programma bor. Uni $100 sotib o'tiribmiz. O'sha programmani sizga bepul beraman. Keyin o'sha darsimiz davomida smetaga baho formula qo'yadigan programma bor.
uni ham $100 sotayapman. U narsani ham sizga bepul beraman. Avtokad bor. Avtokadni ham uni ham $100 sotilyapti. Uni ham sizga bepul beraman. Ana ko'rdingiz, o'sha $300 narsani sizga bepul beraman. Shunga o'xshash yana bir qancha ma'lumotlar, donnelar, kataloglar beraman, darsliklar beraman. O'sha siz menga to'lagan 5 million so'mingizni hammasini to'lig'icha ortig'i bilan o'zingizga qaytib beraman. Shuning uchun o'sha 5 million to'laganingizga sira ham ichingiz achimasin sizni. Siz o'sha mana hozir aytgan gaplarimni u yoqdan surishtirib ham ko'rishingiz mumkin. Tekshirib ham ko'rishingiz mumkin. Qanaqa shu narsani, ABS'ni bahasi qancha, AutoCAD'ni bahasi qancha deb turib so'rab ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bo'lmasa, shu bilan siz bilan xayrlashamiz. Bugungi darsimiz tugadi. Alloh hamma vaqt sizni o'zi qo'llab-quvvatlasin. O'zi yaxshiliklaridan bahramand qilsin. Oilalaringizga tinchlik, farovonlik bersin. Mana bu muborak Ramazon oyining xayr barakalarini ham sizga bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savolim bor edi. Ha, ayting. Oqshom 12 dan keyin ham ishlayveramiz dedingiz-ku, vaqt ketdi, kun ketyapti, kunlarda o'zi baraka qolmayapti. Hashti men nazarimda shunday. Oqshom vaqtingiz bo'lsa, yana boshlayversak ham bo'lardi. Bo'ldi, men roziman. Siz qiynalmasangiz bo'ldi. Men umuman qiynalmayman. Men borimni shunga tikkanman. Fayzullo. Bo'ldi, bo'lmasa kechki payt soat 12 ga qo'yamizmi darsni? Farqi yo'q menga. Qaysi payt, faqat namoz vaqtlaridan tashqari hamma payt. Soat 12 da namoz o'qimaysiz-ku? Ha, shunday. Xo'p, mana bugun payshanba. Bo'lmasa keyingi darsimizni shanba kuni kechqurungi tungi soat 12 ga qo'yamiz. Shanba kuni? Shanba kuni soat 12 ga. Bugundan boshlasak bo'lmaydimi? Bugungi birinchi darsni o'tdik-ku, mana bo'ldi. Bir kunda ikkita dars o'tmayman, shoshmang. Shoshadigan bo'lsangiz bo'lmaydi. Bir kunda shoshqaloqlarni yoqtirmayman. Mana shu bugungi aytgan gaplarimni razbor qilib chiqsangiz ham hali 2 kun ichida yomon gap emas. Men darsni o'tib ketdi, bo'ldi, tamom deb turib, boshqa ishlarga berilib ketmang. Mana har bir darsda aytgan gaplarimni so'zma-so'z kerak bo'ladigan bo'lsa razbor qilib chiqing. O'rniga qo'ying. Men noto'g'ri gap aytdimmi yoki to'g'ri gap aytdimmi? Shularni hammasini razbor qiling. Shanba kungacha men bekorman-da uyda. Endi bekor bo'lsangiz, boshqa bir mana nima hozir sizni nimaga qo'shib qo'ydim? O'quv kursimga. Mana Quto o'quv kanaliga qo'shib qo'ydim, kirdingiz, ha? Mana shu yerda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Haddan tashqari ko'p ma'lumotlar bor bu yerda. Mana shu ma'lumotlarni ochib ko'ring. Bu ham sizga bir darslik bo'ladi. Mana hali shanbagacha mana shu kanalni ichidagi ma'lumotlarni ko'rib ham chiqa olmaysiz siz. Men sizga kafolat beraman. Tushunarli. Xo'p, bo'lmasa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sizdan bitta iltimosim bor. Shu shanba kuni soat 11larga qarab bitta telefon qilib qo'ya, boshqa qilib qo'ya, menga eslatib qo'ying. Meni esimdan chiqib ketmasin. Xo'p, bo'ladi. Siz u yoqda meni kutib o'tirsangiz, meni esimdan chiqib ketib qolsa, unda chiroyli chiqmaydi. Endi men o'zimni salohiyatimdan, o'zimni nimamdan kelib chiqib aytyapman. Endi yosh o'tgan sabab bo'lganmi yo boshqami? Ko'p narsalar esimdan chiqadigan bo'lganda. Shuning uchun oldindan uzr ham so'rab qo'yaman bu narsa uchun sizdan. Bitta esimga solib qo'ysangiz, esimda turadi, xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men hozir mana o'sha prezentatsiyalarni boshqasini hammasini sizga mana gruppaga tashlab qo'yaman. Buni o'sha darsni video yozuvini ham tashlab qo'yaman.
buni ham foydalanib qayta eshitib foydalanishingiz mumkin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.